Bu o'rtacha qanchadan to'g'ri kelyapti o'rtacha jomimizga? 800 gramm yo'sa 1 kilogramm. Birinchi o'rindan qimmat olishgan bo'ladi, ikkinchi o'rindan aka qo'yni qo'pol qilib aytganda mujmaldan qo'yishgan bo'ladi. Ipga olsinglar, bir dona orqonga olsinglar. Buning sababi Assalomu alaykum Fayzullos kanalining qadrli obunachilari, qadrli obunachilar, bugun Xudo xolasa sizlar uchun foydali video ustida ishlab bormoqdaman. Ya'ni o'zimizda qo'y bermadi. Qo'ylarimizga yem berish jarayonlarini boshdan oxirigacha qanday qo'y olib boqsa bo'ladi. Hamma yo'nalishini Xudo xolasa boshdan oxirigacha sizlar uchun tushuntirib o'taman. Kanalimizga bittadan like bosib, obuna tugmachalarni bosib, boshdan oxirigacha ko'ring. Aniq sizlar uchun foydali video bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana bugun Xudo xolasa Fayzulla akamizni qo'ralariga kelib bir qator mana shunday boqilayotgan qo'chqorlarni sizlarga obzor qilib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yib, kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yasiz. Xudo xolasa mana shunday boqilayotgan qo'chqorlarni sizlarga obzor qilib berishga harakat qilamiz. Videoda oxirigacha kuzatasiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Undan tashqari qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, o'sha savollaringizga javobini oxirigacha ko'rsatib olishingiz mumkin. Xudo xolasa Fayzul aka, assalomu alaykum aka. Charchamasizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa videoni boshidan ko'ryapsizlar, oxirigacha ko'rib boringlar. Xudo xolasa sizlar uchun bugun yaxshi foydali video bo'ladi. Qanaqa qo'y olsa, qanaqa foyda qiladi, qanday boqish kerak, yem berish jarayonlari hammasini Xudo xolasa boshidan oxirigacha chiroyli qilib tushuntirib beramiz aka. Endi Fayzul aka, bu joyda nechta qo'y boqayapsiz? Bu yerdagi boshdan oxirigacha hozir ko'rsatib chiqamiz, 150 bosh qo'yimiz bor aka. 150 bosh qo'chqor bor ekan. Endi 150 ta qo'yimiz bor. Endi bu qo'chqorlarda aytmoqchi bo'lganim, endi yangi obunachilarga qanaqasidan birinchi o'rinda hozir yemdan boshlashdan oldin qanaqasini olish kerak qo'y boqish uchun, yaxshi foyda qilish uchun. Xudo xolasa qo'y olib birinchi yangi boshlayap turgan odamlar puliga qarash kerak. Birinchi o'rinda puliga sal arzonroq olish kerak qo'ydi birinchi o'rinda. Arzonroq, sifatli bo'lish kerak. Hamma tarafi Xudo xolasa chiroyli kelishgan qo'zi bo'lish kerak. Hali ba'zi bir odam olib turib, masalan 5 oy, 1 yil yo'san 1,5 yil boqqandan keyin foyda ko'rolmadim deyshadi. U qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rindan qimmat olishgan bo'ladi, ikkinchi o'rindan aka qo'yni qo'pol qilib aytganda mujmaldan qo'yishgan bo'ladi aka. Qo'yni hamma tarafiga ahamiyatni berib, stoykasi, kallavoshi, dumbavoshi hamma tarafini Xudo xolasa zo'rini olib, yaxshisini olib boqsa, Xudo xolasa qo'y yaxshi foyda qiladi aka. Aha, ya'ni aytmoqchi bo'lganingiz, birinchi o'rinda sog'ligiga, ikkinchi o'rinda narxiga, uchinchi o'rinda zotiga, yeb ichishiga, boshqasiga qarab turib olishlari tavsiya qilamiz. Xudo xolasa endi Fayzulla aka bu yerda 150 bosh qo'chqor deyapsiz endi. 150 bosh qo'chqorimiz bor aka. Ularga qanaqa yem berasiz hozirgi kunda? Aka mana yemi moslangan holda. Xudo xolasa moslab qo'yilgan aka. 7 xil yem bor aka bu yerda. Tarkibida nimalar bor? Makkani ko'rdim, bug'doy, kepak ko'rdim. Makka bor, arpa bor, kunjara bor, bug'doy bor, kepak bor, chuluq bor aka. Kunjara ham bor bunida. 7 xil yem aralashmasi bor. Donli kepak deysin, bu. Qadrli obunachilar, buni haqiqiy protein desa bo'ladigan variantlar aka. Shunday yemda aralashtiriladi. Ustidan aka osh tuzi bor. Tuz, medaga tegib qolmasligi uchun. Medaga tegib qolmasligi uchun tuzdan bayo'ya qo'shib qo'yiladi aka. Ya'ni ishtahasini ochib, medasiga tegib qolmasligi uchun mana shu ratsionga me'yorida tuz qo'shilar aka. Endi bu Xudo xolasa 150 boshga necha kilogramm yem tayyorlaymiz bir kunda o'zida? Ertalab kechqurunga bir mahalda o'ziga. Biz misol uchun ko'p olib kelinadi. Misol uchun bu yerda ko'rsatishingizdek, bu yerga mana shu 80 ta qopda sig'adi aka. 80 ta qopda tayyorlab, mana shu aralashtirib, tayyor qilib qo'yiladi. Undan keyin bu yerdan 5 qop berib tugasa olib kelib to'kib berilaveradi aka. To'kib berilaveradi. Endi aytmoqchi bo'lganim, hozir bitta qo'yga taxriban qancha miqdorda tushadi? Hozirgi holatda 500 gramm atrofida yem to'g'ri keladi. Shunday har bir boshiga ertalab kechqurunga 1 kilo yem yetadi. Bitta qo'yimiz uchun. Bir dona qo'yimiz uchun. Ha, undan tashqari suvlar ham oldida turar ekan, mana. Suvlar oldida turadi aka, 2 mahal suv quyiladi. Suv quyiladi. Hozir endi qish mavsumligi sababli endi unaqa shamollash niyatish boshqa narsa yo'q. Shamollash niyatish ko'p bo'ladi. Ertalab quyib, to'ldirib, har kelganda to'ldirib qo'yilganmiz, suv soviydi. Hozir havo qish mavsumi sovuq bo'lgani uchun qo'y shamollashga olib keladi, kasal bo'ladi. O'shaning uchun 2 mahal normal rejimda bo'ladi. Qadrli obunachilar, aytmoqchi bo'lganim, hozir mana shunday qo'yxonalarda salafan bilan o'raladigan bo'lsa, uy sharoitida oddiygina iliq havoda turadi. Bu iliq havoda turgan suv hech qachon qo'ylarimiz shamollash oqibatiga olib kelmaydi. Undan tashqari Fayzulla aka, mana shuncha 150 ta qo'y boqishni o'zi to'g'risini aytaman, o'zi bo'lmaydi. Bu ham katta mashaqqat. Bitta odam emas, 2-3 ta odamni, 2-3 ta odamni vaqtini oladi. Ketadi. Endi ko'pchilik mol boqadi, qo'y boqadi, hammasini o'zining yo'liga osonligi bor. Endi misol uchun 150 bosh qo'y bo'ladigan bo'lsa aka, oddiy misol uchun 2 ta odam yo'sam 3 ta odam yo'sam bitta odam yarim soat vaqt ketadi aka. Endi qadrli obunachilar, endi qo'ylarimizga yem berish jarayonini bir qator ko'rsatib boramiz. Endi bu joyda
25 ta 30 ta qo'y bor ekan, o'shanga o'zlari prezident akamiz hozir sanab olganlardan keyin bir qator yana ma'lumotlar olamiz. Qadrli obunachilar. Aka, mana shu 25 ta qo'yimizga Aha. mana shunda 8 ta jon bo'ldi mana aka. Bu o'rtacha qanchadan to'g'ri kelyapti jonimizga? 800 gramm yo'sa 1 kilogramm. 1 kilo 800 gramm. Aha. Mana hisoblab olishaveradi aka. Yemimiz tayyor bo'ldi aka. Tayyor yem. Hammasi aralashma yem tayyor bo'lgani. Yo, makkani o'zini yesa yog'i ko'payib ketadi, arpa ham o'zi sovutadi. Ham sovuqlik, ham issiqlik, ham yog' nisbatan qo'llanadi ekan. Ichida tayyorda, kepagi ham bor. Unda bismillah berishni boshlayveramiz. Biz bu yoqqa o'tib olaylik. Bak. Qadrli obunachilar, har bittamizga mana shunday qo'y boqish nasib qilsin. Xudo xolasa, mana shu videoga like bosgan odam uyda kamida 30 ta qo'chqor boqish nasib qilsin inshaalloh. Fazla endi bu nechta qo'yga bu? Bu mayda 30 ta qo'yimiz bor. 30 ta qo'yga. ta qo'yga qancha necha jon bo'ladi shunda? 10 ta bo'ldi aka. 10 ta jon. Ya'ni 30 ta qo'yga 10 jon. Taqriban 800 grammdan bo'lganda ham 8 kilo 10 kilo. Mana iloji bo'lsa haliga ko'p boqishadi-ku. Aha. Qo'yni bir xilda qilib tashlash kerak. Ya'ni nazorat qilib, qaysi ko'p yeb qo'ymaslik uchun bir xilda rejimda tashlab bir qo'ying yaxshi. xilda tashlash kerak, qo'yni ham holatiga qarab bir xilda qo'yni o'zini regulyatsiyasini ham bir xilda qilish kerak. Ko'rib turganingizdek, hamma qo'y bir xil bu yerda. Bir-biriga kuchi yetadi. Har bittamizga mana shunday qo'y boqish nasib qilsin inshaalloh. Havas qildim. Mana endi 50 tali qo'yimiz olib ketamiz aka. 50 taga. Qadrli obunachilar, eng maza qiladigan joyda xuddi mana shu joyda. Ya'ni qo'ylarimiz yeyishi, ya'ni g'itir-g'itir yeyishda odamda charchog'i chiqib ketadi. Shuncha mashaqqat bilan, shuncha mehnat bilan yem topib kelib boshqa qilib boqasiz, qo'ylarni mana shu joyda yeyotgan joyda siz o'zingiz charchoqlaringizni chiqarib olasiz akalar. Mashalloh, ko'z tegmasin. Endi bu 50 ta qo'yga aka. Bu 50 tali qo'yimizga ketadi aka. Mana bir to'g'ri. Qo'ylardan bir qator ko'rsatib qo'ying. Mashalloh, obunachilar, mana qo'ylarimizni yem berish jarayoni. O'ta go'zal. Ko'z tegmasin. Bizdagi havas qildim mana shunaqa qo'chqor boqishga aka. Xudo xolasa aka, havas qilgan bo'lsa, sizga ham mana shunaqadan 100 ta, 200 ta boqish Xudo xolasa nasib qilsin aka. Yashang aka, rahmat. Havas qilgan obunachilar hammasi yetadi aka, Xudo xolasa. Mana eng maza qiladigan yerda mana shu. Mana shu joyda charchog'i chiqib ketadi odamda. Ishni ertalabdan kechgacha ish qilib turmay qo'y deyazdi, tursangiz aka, mana yeyishini qarang. Hammasi Xudo xolasa yemga bir qator to'liq kirdi. Qirtillatib yeyishga maza qilasiz aka buni. Undan tashqari, masalan, mana shu joyda mana shu tuzlar ham katta foyda keltiradi. Bu mashina ham alohida aytib ketaverim. Bemalol ko'zmahalliklarda yem sotadigan yemxonalarda sotiladi. Yemxonalarda bor. Olib kelib turib, qo'ylarni o'g'riga katta-kattasini tashab qo'ysalar, xudo xolasa, qaysidir vitamin bitta qo'yga yetishmaydi. O'shani yeb vitaminni oladi keragicha. Ya'ni devor yalash holatlari, bir-biridan jununish holatlari yoki yog'ochlarni tishlash holatlari kuzatilmaydi. Aynan kerakli vitamin va minerallarni mana shu tuzdan olishi mumkin, qadrli obunachilar. Hurmatli obunachilar, tashab berish jarayoni boya ko'rsatganimizdek somon, moshpalak ikkalasi aralashmasi. Aka, shu joyda yemlarni yeb bo'lgandan keyin hashat solib qo'yishgan bo'lsa, rejimda endi bu ham. Hammasi rejimi bor. Birinchi o'rinda hali nimani aytib o'tib ketmayapmiz. Ertalab 7:30 da yem beriladi, nima? Soat 8 da hashaga beriladi.
kechqurundan misol uchun mana soatni ko'raylik aka. Mana 4:30 misol uchun 10 minut aqa-baqa bo'lishi mumkin. 4:40 ta yemni tashalsa, yemni tashab bo'lganimizga 10 minut bo'ldi. To'g'rimi? Yeb bo'ldi. Endi mana shu tarzda hashaga solib qo'yildi, bo'ldi. Qo'y ertalabgacha hech narsa yemaydi. Endi kunduzgi holatida nima yeydi degan obunachilar uchun hech narsa yemaydi obunachilar. Ertalabdan kechgacha yotadi. Qo'ydi yoniga odam kelmaydi lekin. Soat misol uchun 10 larda keltirib bitta suvga qarab qo'ylar. Lekin soat 4:30 da kelmasangiz qo'ylar hammasi marashni boshlaydi. Marashni boshlaydi. Rejim, ya'ni Rejimga tushib olgan qo'y rejimdan chiqmaydi. qo'yda ovqat semirtirmaydi, rejim semirtiradi. Rejim semirtiradi. Endi bunga hozir misol uchun men ham yem beraman. Mana shu qo'yga ba'zi odamlar ertalab kechqurun 2 kilo yem beradi. Ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo. Yo'q. Normal yem. Rejim bilan boqadigan bo'lsa. Rejim bilan beraman. Men hozir misol uchun 500 grammdan yem bersam, axlatini ko'rsatsangiz aka, don o'tmaydi. Don o'tmaydi. Ha 1 kilo yem beryapti odamlarga yarmi atxo'taligi go'ngga chiqib ketadi. Ya'ni rejim bilan o'zini to'yadigan qorniga qarab bersangiz, xolasa normal bo'laveradi. Mana hashatni ham o'zi normalda solish kerak. Hashat ham ozginadan. Ha, mana shu yerga hozir misol uchun 25 ta qo'ziga 3 to'g'ri solinyapti. To'g'ri. Shuni ertalabgacha yeb chiqadi. Bo'ldi, bu ertalabgacha yeydi. Hozir mana shuni yarim soat ichida hamma hashatni yeb bo'ladi. Mana shu ham yem bemalol yemi ham, hashagi ham xudo xolasa normal bo'ldimi? Qo'ydi qonni bir xilda chiqadi, o'sha rejimda yuraveradi qo'y. Yashang aka. Alloh rozi bo'lsin. Boqayotgan qo'ylaringizga baraka bersin aka. Aytganingiz kelaversin. Mana obunachilar, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz mana shunday qo'chqor boqishni. Ba'zi akalar bor, musofirda yurgan akalar bor, mana shu yerda davlat ishida ishlaydigan akalar bor. O'shalarga ham tavsiya qilaman aka. Qo'y boqishda. Misol uchun mana shu qo'ra bo'lgan bo'lsa 4 metrga 5 metr yer. 25 ta qo'zi yotibdi. Bitta odamda yarim soatlik ishi. Ya'ni bir sotish joydan normal foyda qilsa bo'ladi. Normal foyda qilsa bo'ladi. Haliga nima desa bo'ladi? Pulimiz bormi 100 million qo'y tashab qo'ying, xudo xolasa foydani yaxshi qilib beradi. Ham cho'ntagingizga foyda, ham hamma tarafdan foyda xudo xolasa yaxshi kelaveradi. Endi aytmoqchi bo'lganim, yana bitta savol aka. Ko'pchilik qo'y olib foyda qilmadim dedi. Lekin o'zi asli qo'yda foyda qilish uchun emas, ya'ni pulini ushlab turish uchun boqadi ko'pchilik. Bankka qo'ygandan shu qo'y boqishni tavsiya qilaversa bo'ladi. Misol uchun endi gapingizda qo'ydan ko'p foyda qilmadim deydi. Endi qo'y misol uchun mol ham dunyo foyda qilmaydi. Hech qaysi zot borki, dunyo foyda qilib hali qilmaydi. Misol uchun, mana qo'zini 5 million yo'sa 3 millionga, 4 millionga oldingiz deylik. Qani 1 million yem berdingiz. 1 millionlik yem berdingiz. Bu qo'yda aka 1 millionlik yem bergandan keyin 6 million, 6,5 millionga sotdingiz deylik. 4 million, 2,5 million bag'ida foyda kelyaptimi aka? 1 millionini o'taga hali yemni bosib bergan bo'lsangiz 1 millionini yemga chiqarib bering. Bu yoqda 1,5 million pulingiz sof foyda bo'lyapti. Nima uchun? 100 ming, 200 ming, 500 minglar yem olib kelganmisiz, mana shu pulingiz mana shu yerda to'planyapti. O'zbekiston banki deb qo'yaverasizlar buni. O'zbekiston bankida bemalol tavsiya qilaveramiz aka-ukalar. Har bittamizga mana shunday qo'y boqishni tavsiya qilamiz akalar. Havas qildik. Bu joyda qo'yxonamiz gideti bir 10 metrdan oshiqroq ekan aka. Ha, bu yer 12 metrgami joylashgan aka. Nechta mol sig'ardi endi bu yerga nechta qo'y qo'ydingiz hozir? Aka bu yer 10 ta molga moslashtirilgan. Hozir holatda ichkarisida 35 ta 40 ta qo'zi yotibdi aka. Endi hozir boshda aytganimdek, mol boqsa yaxshimi yoki qo'y boqsa yaxshimi dedim. Endi 12 ta moldan qiladigan foydani 35 ta qo'ydan chiqarib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi aka. Ya'ni shu joyga aka, misol uchun bu yerda 10 ta novvos yotardi. Endi 10 ta novvosni qarashda o'zi bo'lmaydi. Bitta novvosingiz aka 4 kilodan yemaydi. 4 kilo ertalab, 4 kilo kechqurun. 8 kilo yemaydi. 8 kilo yemangizni bu yerdagi anchagina qo'yadi. Molga qaraganda kimdir mol boqib zo'r foyda qiladi, kimdir qo'y boqib yaxshi foyda ko'radi aka. Ya'ni o'zini hobbisi, qiziqishiga qarab. Hobbisiga. Misol uchun aka, o'rtacha hisobda aka mol yotganda aka hamma qo'rada misol uchun 50 ta 60 ta mol ham yotardi. Misol uchun mol ham 5 yil, 6 yil boqildi. Qo'yga o'tilganiga aka 5 yil, 6 yildan o'tdi. Bizga bu aka o'zim savdogarlik kasbida yuraman aka. Qo'y olib kelib sotaman, Qirg'iziston hamma qo'ydan bor menda sotaman. Bu o'zimda dehqonchiligim. Misol uchun uyda hamma dehqonchilik qiladi. Siz ham boqasiz, men ham boqaman. Bu yer 150 ta qo'yim tashab qo'yganman bu qo'ramga. Ya'ni shu joyda mol boqqandan qo'y boqish osonroq hamda mashaqqat yengilroq, foydani yaxshi qiladi, to'g'ri? Mashaqqati yengil, endi foydani ham xudo xolasa qo'y yaxshi qilyapti aka. Bizga bu ota kasbda o'tib kelganda, misol uchun otamni otasi ham qo'y boqqan. Hammamizga sekin-sekin o'tib kelyapti. Biz ham hozir xudo xolasa qo'yni rejalashtirib olamiz. Hamma shunday havas qilsin aka, iloyim
200 ta 300 talar boqsin aka. Yashang Bizga aka. hozir sharoit mana misol uchun 150 ta qo'yimiz mana shu yerda yotibdi. Yana bo'lsa yana tashaladi. Ota kasbda baraka bor deydi. Men undan tashqari mana bu narsani ko'rdim aka. Juda ajoyib narsa ekan. Bu nima? Bu nimaga taxtalarni ilib qo'ygansiz? Bu yog'ochni bir qator ko'rsatib o'tib keting. Mana uzunligi 3 metr keladi. Ikkita tarafidan ipda baylab qo'yilgan. Obunachilar mana shu yerda yaxshilab tushuntirib o'tib ketaman. Mana. Ko'pchilik bilmaydi endi buni. Ha, mana shu bitta ipga olsanglar, bir dona orqonga olsanglar. Buning sababi ikkita orqonga osadigan bo'lsalaring, qo'yda kallasi mana bu yerdan 2 qavat bo'log'imizni bu yerga kalla kiradi obunachilar. Kalla kirganda qo'y nobud bo'lishi mumkin. Bitta orqonga osib Bo'g'ilib qolish ehtimoli bor. Bo'g'ilib qolish ehtimoli ko'p. Bu endi nimaga osilgan desa, qo'y urushmasligi uchun aka. Qo'y bittasi orqaga yurganda bu mana qimillab turibdi, qo'yni hurkitib turadi xolos. Qadrli obunachilar, agarda urushadigan bo'lsa, qo'ylarimiz mashinaga tegsa, agar qimirlaydigan holat kuzatiladi, shunda qo'ylarimiz urushayotganda arentirni yo'qotadi. Ya'ni bir-biridan muvozanatni qochiradi. Shu tariqa urushmaslik oqibatiga olib keladi. Undan tashqari bo'lmasligidan, o'shalardan saqlab turadi. Bitta odamning vazifasini bajaradi bu aka. Yashang aka, rahmat. Undan tashqari mana shunday qishki kunlarda qo'ylar tagini quritish oson emas, to'g'ri ochiqni aytaverish kerak. Endi shu holatga endi zamonaviy qo'yxona qiladigan aka-ukalarimizga qanaqa tavsiya qilib bera olasiz aka? Zamonaviy endi hozir misol uchun yangi hali obunachilar, yangi qo'ra quryapti turgan obunachilarga demoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni shu narsa esdan chiqib ketibdi degan o'zingizlar gap bo'ladi-yu. Hozir buni molga moslashtirganmiz. Tagi g'ishbol. Endi mana shu holatda quritmoqchi bo'lgan obunachilarga aplika bor. Aplika. Oddiy misol uchun qishqa yoqadigan aplikadan ilk qopni seversalaring bo'ladi. Yo'q deydigan bo'lsalar, o'zini qo'yda atxoto haligi go'ngi bor. Qurug'idan seversalaring bo'ladi. Yangi molxona boshlagan obunachilar uchun bo'yini yangi molxonani tagini 30 sm ko'taringlar, chuqurlarga qilib turib, yurga shibindan yo'sa pisoqdan tashab turib, ustiga tuproq ustidan o'zini go'ngi ketayotgan bo'lsa, namni pastiga shirib ketaveradi. Ya'ni siygan siydiga yoqib to'kilgan suv tagiga shim ketish uchun qabul qilinadi. Trabilan oson bo'ladi bu. Yashang aka, endi bo'lsa beton qilib qo'yishadi, betonda yo'q. Obunachilar betonda bormaydi. Beton zak, qo'yda oyog'ini o'rtib qo'yasizlar. Keyingi o'rinda ba'zi akalarimiz bunchalik polda boqishadi. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Polda ham tagini iloji bo'lsa bekitib qo'yinglar. Bekitib qo'ysalaring, o'shanda qo'ylarni yaxshi o'zgaradi. Yo'qsa tagidan shamol yeb, shamollash oqibatiga olib keladi. Yashang aka, rahmat. Undan tashqari yangi boquvchilarga mana shunday qo'ylar boqishadi. Bitta ikkitasi yemay qo'yadi yo bo'kish holati kuzatiladi. Ularga nima qilasiz aka? Oddiy sharoitda. Oddiy misol uchun mana shu qo'ramdan ham bo'kkan qo'yib chiqadi. Misol uchun hozir bo'kkanni ko'radigan bo'lsam, oddiy misol bitta chimirsinda olib qo'yiladi aka. Chimirsindan 50 gram yo'sa 60 gramda berib beraman. Bir kunda yo'sa 3 mahal berib beraman. Keyin bo'ktishiga ichib o'tib turgan qo'yga tabletkalari bor, ukorlari bor. Ana shundan urib qo'yish kerak. Ya'ni tezda qarash kerak. Bunga qaramasangiz bu naborot qo'zi ozishga olib keladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bo'kadigan holat bo'ladigan bo'lsa, qo'ylarda istimasi 39 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, chimirsin ichimlikdan ichkizib, undan tashqari veterinarga murojaat qilish kerak. Bu osonlikcha emas. Agarda befarq bo'ladigan bo'lsangiz, bu qo'ylaringiz nobud bo'lish oqibatiga olib keladi. Mana obunachilar hozir kadrda ko'rinyapti. Urushayotgan holatda mana shu yog'ochlar xalaqit berib urushmaslik oqibatiga olib kelyapti. Fayzul aka, yana bitta savol. Mana shunday qo'chqor boqish uchun qaysisi necha oylikdan tashlash kerak? Qanaqa qo'y tashlash kerak endi? Aka, oddiy misol uchun mashq qo'zilarimizga keladigan bo'lsa, mashq qo'zilarimiz ham yosh oyligi katta emas. Ko'pchilik o'ylashi mumkin. Hozir o'zingiz ham faraz qilishingiz mumkin. 10 oylik atrofidagi qo'zi deyishingiz mumkin. Yo'q, bular 7 oylik atrofidagi Qirg'iziston Bishkek, Arashan, Edilbay hamma qo'zini sorti bor, to'g'rimi? Hammamiz ishqiboziga o'sha masjidda ham 55 ta qo'zi yotibdi aka. Gap yo'q. Sorti masjid 7 oy, 8 oylik qo'zi. Endi ba'zi bir odamlar olishi mumkin, 8 oylik, 7 oylik qo'zini olib boqinglar. Hozirgi mavsumda hozir misol uchun bugungi chislada oladigan bo'lsalar, 8 oylik yoki 9 oylik qo'zini olinglar. 4 million, 4,5 million atrofida olishadigan bo'lsa, qurg'onliqqa yana 3 oy vaqtimiz bor, to'g'rimi? 3 oy vaqtimizda foydani yaxshi qilib beradi aka. Ya'ni endi hali misol uchun 5,5 million, 6 milliondan olgan qo'yimiz, qurg'onliq bor. Haligi 8 million, 10 millionga ham olish mumkin. Puli arzon qo'zi yaxshi foyda qilaveradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganingiz, yoshiga to'lmagan hali 8 va 9 oylik atrofida yemini yeb turgan variantni oladigan bo'lsangiz, yaxshi foyda qiladi. Undan tashqari endi ko'pchilik savol beradi. Men qo'yxona qurdim, lekin qo'y olmoqchiman. Qanaqasini tavsiya qilasiz? Qo'chqor olaymi, sovliq olaymi, yo bo'g'oz olganim yaxshimi? Nima qanaqa tavsiya berasiz deyshadi ko'pchilik. Shunga ham bir oydinlik kiritib bersangiz aka. Aka, menga qolsa endi hammani o'zini qarichi bo'yicha bizga qolgan bo'lsa, to'g'ri tavsiya qo'chqor boqishsin. Qo'chqor boqishsin. Qo'chqor olib boqishadigan bo'lsa, foydani yaxshi qilib beradi. Men boshida ham videoni boshida ham aytdim, men savdogarman dedim. Misol uchun sovliqni keladi.
hamma qo'y keladi. Barra qo'z deysizmi, katta qo'z deysizmi, 2 yosh, 4 yosh qo'ylarimiz keladi. Lekin men o'rta qo'zni tashlab foydani yaxshi ko'raman. Ya'ni qo'chqor boqishni tavsiya qilasiz. Qo'chqor boqishni 300% tavsiya qilaveraman men. Sababi bo'g'oz qo'yda ham, sog'liqda ham boqish o'z yo'liga, lekin qo'chqorga nisbatan ular e'tiborni ko'p talab qiladi. E'tiborni ko'p talab qiladi. Ya'ni qo'chqorlarimizga berayotgan yemimizda sog'liq ko'tarmay qolishi mumkin. Bu ya bo'g'oz qo'y ko'tarmay qolishi mumkin. Aka, hozir mashg'ulot ertalab o'rtacha hisoblang 400 gram, 500 gram, ertalab 400 gram, kechqurun 400 gram. Atrof 1 kilo yem atrofidan hisoblang aka, lekin sog'liqlarimiz katta, yoshiga katta bo'ladi, u tug'adigan qo'y bo'ladi. Hech yo'q 1 kilo, 1,5 kilo yem yeydi u. Ham ko'p xarajat, ham ko'p rasxod. Shunda qo'ylarimizga ertalab rejim bilan berasizmi endi ertalab kechqurun bir xilda? Qo'yimiz 150 bosh qo'yimiz bo'lsa, rejimga kirgan bu qo'zilar. Nimaga desan, ertalab misol uchun 7:30 da yemi tashlanadi. 7:30 da yemi tashlagandan keyin soat 8 da hashaga solib beradi. Hashaga solib. Hashaga nima yeydi? 10 minut ichida yeb oladi. Hashagini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz keyin. Mana shuni bir ko'raylik. Endi ko'pchilik hashak orqasidan mana yem orqasidan hashak soladi. Mana. Buni tarkibida nimalar bor endi? Quruq somon bor, undan keyin mosh to'poni bor. Mosh to'pon. 2 xil hashak bor hozir holatda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz somon bilan mosh to'pon aralashadigan bo'lsa, qo'chqorlarimizga ham yaxshi effekt beradi, badaniga singishga ham yordam beradi. Badaniga ham singishga yaxshi beradi. Oddiy misol uchun mana shu mosh to'ponni o'zini beradigan bo'lsangiz, mana shuni o'zini g'ash qo'ygan misol uchun 2 mahal beradigan bo'lsangiz, bu juda kuchli narsa deyman aka. Yemdan kuchli deyman. Yemdan kuchli, haqiqatan to'g'ri. Ichini o'tkazib yuboradi qo'zini, o'zini beradigan bo'lsa, o'shaning uchun somonga 50 qilib aralashtirib qo'yilgan variant aka. Endi yana bitta savol aka, shu tariqa boqayapsiz. Mana 7 xil, 8 xil yemni aralashtirib beryapsiz. Endi shu rejim bilan qanchada tayyor bo'ladi bu qo'chqorlarimiz? Endi hammani boqishda har xil biz aka 6 oyda chiqaramiz. 6 oy atrofida. 6 oyda. Hozir Qur'onlikka Xudo xolasa mashq qo'zlarimiz chiqib ketadi. 150 bosh qo'zini hammasi Qur'onlikka ketadi. Qadrli obunachilar, mana shu rejimda boqadigan bo'lsangiz, sizni ham qo'ylaringiz 4 oy, 5 oy, uzog'i 6 oyda yetilib, bemalol bitta qur'onlikda yoki bitta yo'riqda, yo'riq yo'sin to'y-to'ychilar bemalol o'tkazadigan holatga keladi. Undan tashqari, Fayzulla aka mana shu rejimda boqib turib, qo'ylarimizni 1 oyda qancha foyda qilsa bo'ladi? 1 oyda endi boqish birinchi o'rinda boqishga bog'liq. Haligi ba'zi bir odamlar ko'p foyda qila olmadim deyshadi. To'g'ri. U foyda qila olmagan insonlar misol uchun endi hammaga o'rgatish emas, biz yoshimiz aka. Men oddiy misol uchun 23 yoshdan endi 24 yoshga o'tyapman. Bu yerda otamiz tengri odamlar ko'radi-da buni. To'g'ri. Endi qo'yga yem berishga bog'liq, foyda qilish o'shanga bog'liq. Agar qo'yni, ya'ni olib kelgan qo'yingizni yaxshi, misol uchun oddiy misol uchun mana shu bitta qo'zimizni olib keldik deylik, bugun bozordan oldingiz. Bozorda olib kelganingizdan keyin ba'zi odam ukar qilmaydi bu qo'ziga, to'g'rimi? Buni olib kelgandan keyin akalar, qo'y olyapsizlarmi? 3 marta lichinadan chiqaringlar qo'zini. 3 marta yo'sam 4 marta lichina. Birinchi olib keldingizmi, buni ichki tashqi parazitga shamollashga ukar qilg'izing. Ya'ni ba'zi odam 1 marta qizib beradi, 1 marta bilan ukar bo'lmaydi. Kam 3 marta ukardan chiqaringlar, 1 oy davomida misol uchun haftadan haftaga hisoblansam 3 haftada qo'y ukardan chiqadi. Ukardan chiqargandan keyin yemini yaxshilab bersalar qo'y yaxshi foyda qiladi. Endi og'am sumbalaringga qarab turib, omoqni sotmog'i bor deyshadi. Qani 200 ming arzon olsangiz, oddiy misol uchun 1 oyga 100 mingdan yesa 2 oy yemini qo'y o'zi bilan rasotini ko'tarib kelgan bo'ladi. Ya'ni 1 million foyda qilar, balkim 800 ming foyda qilar, balkim 1,5 million boqishga bog'liq bu ham. Ya'ni qilayotgan e'tiboringizga qarab, birinchi o'rinda profilaktika ishlarni olib boring. Undan tashqari qo'ylarimiz yaxshi yeb ichishi uchun sog'lik salomatliklariga bir qator e'tibor berishni unutmaysizlar, qadrli obunachilar. Xudo xolasa bu joyda qo'chqorlarimizni yana ham nima desa bo'ladi, boqish stillari boshqacha stillar kimdir qanaqa har xil boqadi. Agarda shunaqa boqayotgan qo'chqoringizda shunaqa rejimda boqsin deb kommentariyaga o'zingizni qoldiradigan bo'lsangiz, bilganlar yo bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi. Kimdir shu yo'nalishdan foydalanib, sizdan bir manfaatli ish bo'lib, yaxshilik ulashgan bo'lasiz. Qadrli obunachilar, Xudo xolasa bu yerda qo'chqorlarimizni bir qator obzor qilishga harakat qildik. Endi nima desa bo'ladi? Qanaqadir xato, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Syomkamizni xuddi shu joyda o'z yakuniga yetkazamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.